dizayn dedi, million dedi, lakalum dedi, pakalum dedi. Bosdi. Kolxoz o'zligiga ham aytdim. Bizlar konsert qilgan paytda ayolini, otasini, onasini, singlisini, ammasini, xolasini bemalol olib tushib, ular o'tirib kulib, 4 mingta odamning ichida o'shalar 50 talab bilet olib berganman deb tanishlarim yo'q. Hozir dedim bolalarga, men sizlarga pretenziyam yo'q dedim. Dilshodlarga boshqalarga aytdim-da. Sizlar gapiradigan gap bizlarni o'zbeklar eshitadigan gap emas. Sizlarning konsertingga uka bir erkak o'ynashi bilan borish kerak. Ota-onasini olib bora olmaydi. To'g'ri. O'sha paytlarda men madaniyat uyida rahbar edim. Bir to'yda ko'rishib qoldik-da Mirza bilan. Endi sal ozdan bir ikkita nojo'ya gaplar chiqib ketib qoldi. Qiziqchi xalqida ko'pida bor-ku. Endi mashinasiga ana to'yda gapirganda kuluvdi, bu ham kuladi deb kelsang, men o'sha sen gapirayotgan gap o'rniga xuddi o'shanaqa gap topib beraman. Odamlar kulaveradi, lekin u gap bo'lmaydi. Askiya san'atida bekitish oson. Erkaklar o'zi tomonining gapini tushunib kulaverardi, ayollar to'g'ri tushunardi. To'g'ri tushunsa ham kulgi bor. Keyin olib kelib qoldi. Mirzaga kelayotgan ekan, men ham kelsam maylimi dedi. Kelaver dedim. Keyin manjiman deb olib kelib qoldi. Men bilan kelayotgan ekan deb. Yoqmayapsizlarmi bir-biringizga dedim. Men konsertda o'ynab bo'lganimizdan keyin dedim. Yoqmayotgan bo'lsa, alohida ishlaylar dedim. Men ilohim hammasi zo'r bo'lsin deyman. Duo qilib qo'yaman. Yo'q. Kanal kulgiga o'rganib qolishganda. Shunaqa. Bundan keyin boshqa nomzodlar o'rinlar beriladigan tadbirlarga bormayman degan ekansiz. Nima bo'lgan? Nimaga unaqa degansiz? Endi ular masalan qovun parayda yurgan bo'lsa aktyorlar. Bu yerda biza Bodringni razbor qilgan kelgan. Mana teplitsam bor. Bodringdan. Qanaqa u qovun yetishtirayotgan Bodringni farqiga boradi endi. Bir stop dedi, ikki stop dedi. Stop boshqatdan motor dedi, stop deb. Aytaylik, yaxshi ruslarda stop degan gap bor ekan. Bo'lmasam bular har gal to'xta deb men otim yetib, meni umuman chalg'ib gapirtirib qo'yadi. 7-mo'jizaman deydi. 8-chi. Ko'ruvdik. Sizlar kelib o'tirishimdan haligacha deydi. Aytdim, voy hayvon dedim. Bu demak 7 kelinni ham shu ahvolda yo'qotgan ekan-da 2 oy, 1 oyda. Mabodo mana shu oddiy inson, familiyali odam dedim. Sovchilikka borsa qiz bermaylar dedim. Televizorda aytdingiz-a? Yetdim, primoy ketdi. Qiz bermaylar bu odamga dedim. Demak, hazaykaman degani ham. Ha, o'sha. O'shami? Demak, hazaykaman deydi. Orada muhabbat opa to'g'ridan to'g'ri qo'ng'iroq qiladigan odatlari bor edi-ku. Sizlarda shunaqa odam haqiqatda turadimi, oilasi shuna? Shu rostdan to'g'ri ketadimi yo oldindan gaplashib qo'yilgan bo'ladi? Bo'pti aka, rahmat. Masalasi bo'lmay qoldi. Uylariga endi ko'rgan borsa, endi doktorlar turgan ekan. "Men shundoq kirib chiqay." Hozirdan keldim, sizlar, "Net, rus doktor aka. Nilziya, ему покой нужен. Ему покой нужен." Oxir bo'lgan nima deb qo'ydi? Ablet men ketdim. Men bilan oldinga kirgizmayapti. Boytaga pakoy deb. Pakoynik ekan zaman ketdim deb qo'ydi. Otaga jiming deb. Kuldirmayman deb. Sen savol beraver, men ne istedsen javob beraveraman senga. Men mikrofon menga ma'qul turibdimi? Bu syomka qilasanmi sen? Vaqtiga boshla endi. Assalomu alaykum sizlar. Bugun men yana hamma ish shart emas. Podcast, ya'ni suhbatimizni. Bugun kechamizni suhbatimizda mehmoni ajoyib inson, so'z ustasi ustozimiz
To'xtamurod aka, aziz bo'ladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Radis sog' bo'lsin, yaxshi keldingizmi? Rahmat, rahmat. Boringizga shukur. Avvalambor qadamlaringizga hasanotli bo'lsin. Ko'rishdan xursand bo'ldik. Kelganingizga rahmat. Albatta taklifimizni yo'q demasdan. Bugun juda ajoyib suhbat bo'ladi deb o'ylaymiz, chunki To'xtamurod akamni nima deydi, har bitta qiziqchiligiga aloqasi bor odam ustoz deb biladi. Qiziqchiligiga aloqasi yo'q odamlar ham ustoz deb biladi, chunki rosa ko'ngillari toza, ochiq insonlar. Shuning uchun bugun mazza suhbat qilamiz degan umiddamiz. Qolaversa hayotda haligi bir xil insonlar bor-ku, mana masalan o'zini ham, boshqalarni ham kayfiyatini ko'tarib yuradi hayotda. Optimist deyishadi. Ustoz optimistlar. Xush kelibsiz avvalambor. Endi men birinchi anaqa ko'pincha qiziqaman. Mana ko'zgu qiziqchilar teatrini To'xtamurod aka mana tashkil qilgansiz. Endi men tushunaman, mana masalan taniqli bo'lmagan insonlarni boshini bitta joyga qovushtirib birlashtirish osonda, lekin o'sha paytda ko'zgu teatrning ijodkorlari, ya'ni Mirzabek Xolmedov Mirza bo'lgan paytlari, Obid Asomov optika Obid bo'lgan paytlari edi. Bunaqa insonlarni endi men birlashtirish o'zi bo'lmaydi, qiyin. Shu Birlashtirish deganda qanaqa tushunsa bo'ladi endi. Masalan, o'sha paytlarda men madaniyat uyida rahbar edim. Bir to'yda ko'rishib qoldik-da Mirza bilan. O'sha birlik tomonda edi, esimda. Endi sal ozdan bir ikkita nojo'ya gaplar chiqib ketib qoldi. Gapirayotganda. Endi hani qiziqchi xalqida ko'pida bor-ku, shoshganda labbay topilmay qoladi-da. Endi mashinasiga anu to'yda gapirganda kuluvdi, bu ham kuladi deb yana qo'shib yuboradi ham odat. Bitta bo'ladi emas, hammada ham bor bu narsa. Shunda bir odam Mirzabekni sal qo'yib berganday bo'ldi. Bu ham endi ko'pchilikning ichida emas, bizda turgan joyga kelib turganda sen unaqa gaplaringni gapirma uka, undan. Shunda men ham xizmatga kelganman to'yga. Aytdimki, men o'sha gapni aytmoqchi edim, u odamdan hushyorroq ekan dedim. Men biror gaplaringni gapirmagin dedim. Bu unga erish tuyuldi meni gapim. Endi men zo'rman-u, shu odam menga balki endi ko'rolmasdan hamkasb degan xayoldami, ko'rolmasdan gapiryaptiman deganday qilib sal kayfiyatim buzilganday bo'ldi. Keyin bo'lmasam dedi, men bir kelaman, o'rgating dedi. Yo, sen kelishingdan emas gap. Sen agar keyin kelsa kel, men palon madaniyat uyida palon kuni bo'laman. Kelsang, men o'sha sen gapirayotgan gap o'rniga xuddi o'shanaqa gap topib beraman. Odamlar kulaveradi, lekin u gap bo'lmaydi. Sen ha deganday qildi, xizmatini qilmadan ketib bordi. Shuni orasida bir oy o'tdi, ikki oy o'tdi. Mirzani ichki ishlardanmidi, prokuraturadanmi chaqirib, sen to'ylarda bunaqa maza bemaza gaplar gapirayotgan ekansan. To'yga bormaysan. Borsang seni unda ochtirab qilamiz, pishtirab qilamiz debdi. Bir kun kelib qoldi uyga. Aka dedim, nima gapdi? Ustoz dedi, men bir iltimos bilan keldim. O'shanda shunaqa degan edingiz menga dedi. Shu gaplarimni dedi, eshitib ko'rib bering dedi. Ishxonaga kel dedim. Ishxonaga keldi, bir
bir haftada bir ikki marta kelaverdi. Qaysi gaping gap oshdan oxirigacha gapir. Mana buni o'rniga bunaqa gap ishladi. Buni o'rniga bunaqa gap ishladi. Eslab qol. Eslamasang yozib ol. Qog'ozga o'ralgan. Qog'ozga o'ralgan, lekin bilasizmi, qog'ozga o'ralgan degan gapni bizani so'z san'atida bekitish qiyin. Askiya san'atida bekitish oson. Chunki mana ilgaridan askiyachilarimizni ko'p olamdan o'tib ketdi hozir. Ularning gapida tomoshada, parklarda, boshqalarda ko'rgan joylar bor. Televideniyada ham ayollar ham o'tirardi. Ayollar ham o'tiradi. Ular shu gapga kulishib o'tirishadi, lekin askiyachilar ikki xil ma'noli gap gapirardi. Shuni bir xili erkaklar uchun, ikkinchi xili ayollar uchun. Erkaklar o'zi tomonining gapini tushunib kulaverardi, ayollar to'g'ri tushunardi. To'g'ri tushunsa ham kulgi bor. Endi bizda unaqa narsa yo'q edi, lekin beldan past gapirilmasdi. Keyin men o'sha bu aytgandek rahbar bo'lganimda beldan past gapirtirmaslikmish qaysisini. O'rniga boshqa narsa topib qo'yaverardim. Mana bunaqa deganda. Shu orada 2-3 oy o'tgandan keyin bu Obid bilan ko'rishgan. To'yda ko'rishgan, men o'zi ko'rishgan. Men degan Otamat akamga boryapman. Gaplarimni chaqlab beryaptilar. Bunaqa qo'tilar degan. Keyin Obid kelib qoldi. Mirzaga kelayotgan ekan, men ham kelsam maylimi dedi. Kelaver dedim. Adolatli ish qilasiz, bu kelaverasan dedi. U ham kelib bunaqa gaplar, endi o'zaro gaplashib o'tirib kulishib, boshqa qilib. Keyin manjiman deb Obid kelib qoldi. Men bilan kelayotgan ekan deb. Shu to'g'ri bo'ldik. Mashhur qiziqchi To'xtamurod Azizov Toshkentda endi paydo bo'la boshlagan yosh qiziqchilar. Ularning ichida mashhuri Mirzabek Xolmedov edilar. Mirzabek Xolmedov, Sobitjon Asomov, Botir Muhammad Xo'jayev hamda Kaminai kamtari Obidjon Asomovni yonlariga yig'ib teatr tashkil qildilar. Keyin bir kun anaqada G'ofurg'ulom kinoteatrida kino bo'lar ekan. Men aytdimki, bolalar dedim, bitta qiziq narsa qilamiz, ikkita qilamiz, uchta qilamiz dedim. Borib gaplashaman direktor bilan. Ikkita seriyaga bilet oladi odamlar. Kulgi kechasi bo'ladi. 1,5 soat kuldiramiz, 1,5 soat kino bo'ladi. Shu bilan birinchisini boshladik. Programmani tayyorladik. Shu Dom kulturani o'zida kelishdi, boshqa qilishdi. Keyin kassaning tepasiga qatnashadilar. Mirzo Xolmedov, To'xtamurod Azizov deb yozib qo'ydik. Kitobdan kattaroq qog'ozga. Lekin odamlar kinoga bilet olgan. Shundan kinoteatr direktori aytdiki, mana shulardan tushgan pulni dedi, ortiqchasini dedi, o'zingizga beraman dedi. Shunga kelishdik. Kinoniki o'zimiz kinoga ketaveradi dedi. O'tda dedi qanchadir protsenti dedi, bizga kinochilik qoladi dedi. Qarasak, xafa bo'lmasa bo'ladigan pul qolar ekan. Shu birinchi kun boshladik. Konsert boshlandi, 1,5 soat konsert tugatdik. Odamlar chappa turdi o'rnidan-da.
kinoni ko'rmay ketvordi. Keyin direktor aytdiki, ertaga ham qilaylik dedi. Yo, dedi. Endi ertaga qilmaymiz dedi. Biz dam olamiz dedi. Keyin yana bir ikki marta keldi, qilaylik. Boshqa yoqda qilyapmiz. Shu bilan qo'yincha Toshkentda nechta kinoteatr bo'lsa o'sha yerda qilib ko'rdik. Shu bilan qarasak, hamma ishlar nelegalniy ketyapti. Xalqlar do'stligi saroyida konsertlar qo'yyapti, bunisi. Ularniki zakonni ekan, bizlarniki nezakonni ekan. Shu bilan konsertimizni otidan ko'zgu qo'yib yuboramiz nomini dedim. Ko'zgu teatri tashkil qilindi. To'xtamurod aka, Sobit aka rahmatlik, Botir Xo'jaman, Obidjon birgalashib Ko'zgu teatrini tashkil qildik, birga ishladik. Ko'zgu deb nomlangan bu teatrni dovrug'i birdaniga butun O'zbekistonni tutdi. Gapimga ishoninglar, maqtanyapti demanglar, bu haqiqat. O'sha paytda teatrimiz deganimizda hatto ba'zi bir katta aktyorlarni jahli ham chiqdi. Qanaqa teatr? 5 kishidan teatr bo'ladimi? O'rgildim teatrlayim deb xafa ham bo'lishdi. Ko'zga bizni nomaqul san'atkor bo'lib ko'ringan artistlar biradagara ko'chani artistlari ular degan gaplar qilib yurishdi. Biradaga bo'lsak bo'larmizdi deydi. Lekin bir qiziq tarafi borki, ana shu 5 kishilik teatrimiz mingtalab, 2000 talab odam to'plardi. Hazildan tashqari. To'g'ri, bizning tomoshalarimiz juda ham katta sahnalarda bo'lmasdi. Misol uchun aytaylik, Vatan degan kinoteatrda, yo Chayka degan kinoteatrda, yo bo'lmasam Yangiobod degan kinoteatrlarda biz tomosha berardik. Keyinchalik sekin-sekin biz katta sahnalarga chiqishni boshladik. Aktyorlar Mirzabek Xolmedov, To'xtamurod Azizov, marhum meni akam Sobitjon Asomov, Botir Muhammadxo'jayev hamda Kaminai Kamtarin Obidjon Asomov. Qo'yliqlarda, kinoteatrlarda qilsak, oynalar silib ketdi. Militsiyalar ko'payib ketdi. To'polonlar bo'lib ketdi. Keyin odam kim qattiq qilsa, militsiyalar keladi ham bo'lib qoldi. Janjal bo'lib ketadi. Bu xalqlar do'stlik saroyigacha bo'layotgan Ya, voqea. bo'layotgan gap. Hali yaqinlashmadik. O'shani qo'ydikda Gorbachov payti edi. Zrelishniy kooperativ razрешается degan qonuni bor edi ularning. Keyin qonuniy zakonni qilib zrelishniy kooperativ qildik. Shu bilan o'sha Akmal Ikrom Adel kulturasida buxgalter qiz bor edi. Mana bizning qog'oz. Biz konsert qilamiz. Pul senga tushadi. Xo'sh. 200 so'm, o'sha paytda endi katta pul edi 200 so'm. 200 so'm o'zingga buxgalter bo'lganing uchun qonuniy qilib olasan. 200 so'm administratorga. Dedikda qolgan pulni 4 ga bo'lib berasan. Bizga. Vedimiz qilib berasan. Shunda qolgan pulni 13% davlatga udержаниясiga qolardi. Har bittasini oyligi masalan hozirgi pulga 10 ming bo'lsa, shuni 1,5 ming chiqib ketadi. 1,5 mingdan sal kamroq davlatga o'tib ketadi. Qolgani bizga. Shu bilan Juda ko'p konsertlar o'ynaganmiz, haftalab qo'yardik konsertni. Endi hozir u qiziq ham bo'lmay qoldi. Hozir oylab qo'yishyapti konsertni. Yanvarda bo'ladigan konsertga biz noyabrda yuribmiz hali. Yanvarda bo'ladigan
hozir noyabr o'tyapti, hali yanvarga 2 oy bor. Bir mahal Jalol Turobovich telefon qilyapti menga. To'xtamurod uka dedi. 2 konsertga bilet sotib oldik dedi. Hazillashmang dedim. Yo'q, sotib oldik dedi. 2 oy bor hali. Ha, hali 1,5 oy bor. Endi dedi, yana 2ta qo'shsam nima deysan dedi. Rostdan sotib olgan bo'lsangiz qo'sha qoling dedim. Yana qo'shdi, 4ta konsert bo'ldi. 2 kun o'tgandan keyin yana telefon qilyapti. Yana sotib olindik dedi. Dedi. Bor xabar olsam bo'ldi, chekili. Bizlarni izza qilyaptimi, bola qilyaptimi dedim. Borsam haqiqatda o'ris kassirlar net bilet dedi, kada dedi. Shu bilan 6ta bo'ldi, 8ta bo'ldi, 10ta bo'ldi. Endi dedi, shanba oddiqga ham qo'yaman dedi. Kunduz kuniga dedi. Hamma yer dedik. Shu ketishdi. Bilmayman, aniq bilmayman. 30 ga yaqin konsert bo'ldi de. Yanvar to'lib qoldi. Endi Xudo quvvat bersin, charchab qolganlarim borlar deb. Yana meni orasida bir ikkita yaxshi narsalarni orasiga qo'shdik, konsert orasiga. Shu bilan biza ishlab turibmiz. Botir kelib qoldi. Botir kelib qoldi. Ustoz dedi, meni ham oling gruppaga dedi. Aytdim, men uchtasidan so'raychi dedim, men birga ishlaydigan sanku dedim. O'zi odam ovatdi, o'zi xohlaganini degan gap bo'lmasin biladi. Sen uchalovi ham baravar yo'q dedi. Ya bo'lmaydi bora. O'shanda Botir ham to'yliga borib, meni sarcharkasi va naqovlaydi, mana qilib anaqa yuradigan paytlari edi. Endi hozir bu narsani inkor qiladigan payti buni ham. Chunki katta bo'lib qoldi. Shu ertalab mashinasi meni uyga keladi. Konsert bo'lyapti, kunlarni belgilansa borib kelamiz. Mazza olib kelaman konsertga. Hop, o'zi mashinam bor u paytda, yengil 06 mashinam bor edi. Boradi, yana uyga olib qo'yadi, ertasiga ertalab yana kelib oladi. Mashqqa so'r qilish kerak edi. Ko'chaga tutam. Emas svarkam bilaman deb. Svarka olib kelib so'rlar qilishdi, o'rtaga chaqirib, ko'zlari qizarib. Endi nima ish buyursa shuni qilyapti-da. 1 yil o'tdi. 1 yil. Keyin aytdim, bolalar dedim, men Botir ham Qo'sha qolaylik. Ichariga xizmat qilib yuribdi, odamga oqilay bo'lyapti. O'tsam, sal yumshashdi. Yumshashdi, hali rol olgan yo'q. Konsertga chiqishga. Bir kun keldi-da, ustoz dedi, adam bilan oyim dedi, konsert ko'rgani kelishyapti. Ana optikam bilan dom degan narsa o'ynadingiz-ku dedi. O'shanda dedi, sizni o'rningizga men o'ynaydi dedi. So'zini bilasanmi dedim, bilaman dedi. Qanaqa? Ana. Hali o'ynay qoldi. Shu o'ynay qolganimda faqat yodlab yurgan ekan, tayyorgarchilik qilib yaxshi o'ynab berdi. Keyin chiqasan domga yana deb. Mana shu bahona sekin qilib qo'shib oldik. Endi qo'shib olgan joyimizda totib turaylik. Buni orasida endi Shukur keldi. Choyni damlab. Nima xizmat deb. O'tkir bir paytda
bitta sherigi bordi, chiqatoylik bola. Birga o'qirdi. Biza televizorga bir narsa tayyorlatdik, shuni o'xshatib bering deb. Ularga o'xshatib berdim, televizorga chiqishdi, boshqa qilishdi-da. U yondagi bola yo'qolib qoldi, o'tkir kelib, o'tir, yozib o'tirib bizning gaplarni. Kerak paytda qolamiz sandan. U pisirib o'tiraverdi. Shu bilan endi Shukur qo'shildi. Sekin O'tkir qo'shildi. Mayli, o'zimizni bolalar degan emas. Endi boshqa sekin g'oyibona shogirdlar ko'p bo'lib ketdi. Yaqinda shu bir jurnalist intervyu oldi mendan. Endi bular ancha puxta bola bo'lib ketishgan. Falonchi bo'lib ketishgan. Lekin mani hech kim shunaqa haydab yubormagan. O'zim ijodim qilib yuribman. Boshqa qilib. Shu dedi, to'xtavoradi aka dedi. Falonchi ham shogirdiza, pistonchi ham shogirdiza, falonchi ham shogirdiza, pistonchi ham shogirdiza. Hammani sani ham aytdi, boshqalarni ham aytdi. Shogird. Qaysi birini yaxshi ko'rasiz dedi. To'g'risini aytaymi dedim. Shogirddan bir o'g'ildek gap dedim. Mana o'g'lingga ham mehnat qilasan katta bo'lguncha, shogirdingga ham mehnat qilasan katta bo'lguncha. Endi o'g'illar dedim katta bo'lganda men o'zim katta bo'ldim dirkan dedim. Ne bo'y dedim. Shunaqa. Bu ham shunaqadirmikin deb qo'yaman. Ya qazit hozir qilib. Haqiqatdan mana shu oxirgi aytgandek bo'ldi-da. Lekin hozir o'zimni ko'rsa, assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz, tuzimisiz, hurmatimni joyiga qo'yib qo'yishadi. Lekin men yo'q bo'lsam, men ustozman deydi. Men zo'r bo'lib ketganman hozir deydi. Men ilohim hammasi zo'r bo'lsin deyman. Duo qilib qo'yaman. Shu mendan keyin ham shular malonchi shogird bo'lganmiz deb qo'yar. Jabimizda degan niyatda. Shunaqa deyish kerak lekin bari. Shunaqa degan niyatda anaqa qilib qo'yaman. Endi bu konsertni gruppamizni 94-yilga kelganda sen bilasan, hali indiyskiy narsa o'ynardik. Biroq bu televizorga o'ynaganmiz. Konsert indiyskiyda biza voqeani o'ynardik-da, qolganlar obid o'tirib tarjima qilib o'tirardi. Gaplarni qo'shib. Uni deyiladi, unda deydi. Bu deganim unda deganda kulgi o'sha hammasi. Shunda endi biz harakatda bizmi obid o'tiribdi. Gapirib. Keyin tanaffus paytida отдельно xona qilib bergan bizga yig'ilishadi, gaplashib o'tirishadi. Shuna kimlargadir intervyu berdimmi, nima qildim o'sha paytda esimda yo'q. Shu xonaga kirmadim. Shunda Obid stolga o'tiribdi-da, dam olish uchun. Charchab ketdim debdi. Keyin mirza, nima charchaysan sen debdi. Sen o'tirib gapirsang, biz yugurib, harsillab harakat qilsak, biz charchyapmiz. Sen ne charchadim deb aytasan desa. Men obid aytibdi. Men sizlarni gapinglar, hindcha cho'ltirib gapinglarni o'zbekchalashtirib
ana qilyapman. Dublyaj qilyaptilar. Improvizatsiya-da. Ha. Improvizatsiya emas. Yozilgan, tayyorlangan, o'ynaganmiz. Sen musurliysan debdi biza. Biza musurimizni tozalab turasan debdi. O'zaro gaplashishgan o'tdi. Men kelsam, vada nima gap? Men bunaqa deyapti, u menga unaqa deyapti, bunaqa deyapti. Yoqmayapsizlarmi bir-biringizga dedim. Men bu konsertda o'ynab bo'lganimizdan keyin dedim. Yoqmayotgan bo'lsa, alohida ishlaylar dedim. Ana qaysi biri sen bilan ishlagingiz kelsan ol, bunisi sen bilan ishlagingiz kelsan ol. Bo'linib ishlaylar dedim, qanaqa bo'ladi ko'rasizlar dedim. Desam, ikkaloviga ma'qul bo'pti bu. Aytolmay turishgan ekan. Menga aytdiki, "Xo'p, biza dedi alohida bo'lsak, siz kim bilan o'ynaysiz?" dedi. Men xohlaganman o'ynayman dedim. Xohlasam sen bilan o'ynayman, xohlasam sen bilan o'ynayman. Shu bilan bo'linish boshlanganda siz men bilan qoling ustoz, unda deb Mirza. Farqi nima dedim menga? Men bir xil odam dedim. Xullas u men bilan birga qoladigan bo'ldi-da, shukur Obid bilan qolib ketyapti. Akmal degan bir Obid shopir bo'lardi. Shukur, o'zingga o'tmasang unda deb propaganda qilib, agitatsiyalar qilib, shukur soda payti. Sahnaga chiqib bah Bobik aldadikmi degan rolni birinchi berganman unga Jinnixonada. Kuchugim tishlayveradi, qochib turing deb galavrashga. Botinkam sudrab. Kelib yo'qotgandan keyin bitta konsert asosiy fikr ko'p mendan chiqardi. Maqtanchoqlik bo'lsa ham aytaman. Mirza orqaga tortish boshladi. Haligi maza bermasa gaplar qo'shmoqchi bo'laveradimi, yo'q bo'laman. Keyin Obidlar yig'ilib bitta konsert qildi. Biz yig'ilib bitta konsert qildik. Bizga odam yetmaganda Matyoqub Matchonov kelib bittasiga qarash vardı. Baxtiyor Ixtiyorov bittasiga qarash vardı. Mashina qilib biz viloyatga ko'p konsertga boradigan bo'lib qoldik Mirza bilan. Har hafta viloyatda biz. Qarasa Mirzaning fikri o'zgardimi yo akasi mashinada yuradi. Akasi o'rgatdimi bilmayman-ku. Qatdandir keldik. To'yga ham birga borardik. Eshigim ko'cham mozin kelib to'xtaganda ikki kishini afishasini chiqarib qo'yganmiz. Eshigimni tegi kelganda tushdim mashinadan-da. To'xtamadiga bitta fikr bor. Nima deysiz? Nima deyman? Afishani men o'zimga chiqarsam. Bitta o'zim rasmimni qo'yib chiqarsam-da, keyin bizimdan konsertga borib ko'rsak. Nima deysiz dedi. Aytdim, "Yo, unaqasi bo'lmaydi. Bitta o'zing chiqargandan keyin bitta o'zing borasan konsertga." Men bormayman dedi. Ana o'ylab ko'ray. O'ylab bo'ldi, hozir ham o'ylab bo'ldim dedim. Bormayman dedim. Chiqarib dedim. O'sha kundan boshlab bormadim. Endi mana turdi, jahlim ham chiqdi-da, endi unga jahlimni ko'rsatmadim. Shundan keyin men o'zim ishxonamga borib, ishxonamdan kelib yurardim.
keyin Obid usta ko'rinmaydilar debdi. Bilmayman, arazladilarmi? Kelmayaptilar debdi. Keyin Obid keldi uyga. Nimaga arazlar deysiz? Nimaga arazlaganimni yozdim. Charchadim shayxlaydim. Chiqmayman birga deb qo'ya qoldim dedim. Endi gapim nima dedi, usta dedi. Siz men bilan chiqing dedi. İltimos dedi. Xo'p dedim. Endi men unga rozilik berdim. Akmal Shukurni rozi qilib Mirzaga olib ketdi. Obidni olib. Keyin Mirza bilan Obid ko'rishganda Mirza aytdiki, Shukur menga o'tib oldi debdi. Shunaqa desa, Zado ustoz menga o'tib oldilar debdi bu. Barter. Zaman oynaylayin debdi. Mana ko'rdingizmi Mirza aka debdi. Siz Vesdan yutdingiz debdi. Men aqldan yutdim debdi. Keyin bizlarni gansiyat yurib ketdi. Asosiy fikri bu yerda Obid bilan mendan chiqardi, qolganlar yordamchilar edi, o'ynab beradiganlar. Biz ikki kishi o'tirib ham bitta narsani tayyorlab qo'yaverardik-da birpasda. Nashna qilib, keyin Mirzani gruppasida yomon demayman, boya aytgan gapim, bolayni yomon demaysan-ku. Endi o'tda, "Ey, unaqa qilma" deydigan odam yo'q-da. Mana bu gaping ortiqcha gap bu. Sahnaga to'g'ri kelmaydi. Deydigan gap. Esingda bo'lsa, bobolar to'g'risida anaqa qilishdi. Boboni yurishtirishlarini qilib berishadi. U it boqqan yo shaharda yurgan, it ko'rgan odamga bu qiziqmasdi. Sahnada odamni it bo'lib ko'rinish. Men bo'lganda uni qildirmasdim. Keyin mayna davom etib, kelib shu narsa davom etdi, Obid zapretga tushguncha. Keyin ular bir xilda, ikki xil konsert qildi, biri o'xshadi, biri o'xshamadi. Keyin Vali ularda yuribdi-da, Valini o'zi konsert qilyapti. Bolalarni olib. Mirza ana qilmagandan keyin Shukur o'zi konsert qilish boshlanyapti. Latifa ovozli qilib. Ishim bo'lmadi. Ana o'xshat qilib omading bersin dedim. Bo'ldi. Maydan qilib Obid 7 yil chiqmadi. Odamlar aytdiki, boshqa shogird aytdiki, Obid yo'q dedi. O'zimiz konsert qilib ko'raylik dedi. Shoshmaylar dedim. U bizani oramizda Obidni o'zini o'rni bor. Obidni ham dedim, yuqorida ishlaydigan odamlar chaqirardi, boshqa qilardi. Endi nimaga bo'lgan, kimgadir yoqmagan, yomon o'ziga kelib qoladi, yoqmagan odam ham yana ochilib ketadi. Biz boshlasak, yana o'sha urovengga chiqadigan bo'lsak, bu qolib ketadi. Konsert qilib qo'ydik biz ham. Endi ular nima qilsa qildi, u qildi, bu qildi, o'xshamadi. Sanatoriya, panatoriyalarda konsert berib yurishadigan bo'lib qoldi. Sobit akam bilan birinchi tanishganmiz, keyin mana ukam juda ajoyib rassom, u ham qiziqchilik qiladi deganlardan keyin vizitka yasab bergan menga Obidjon. Shunda keyin aytganki, men o'zi rassomchilik qilaman, lekin juda qiziqchilikka ishqibozman, Mirzani jiyaniman deb maqtanib yuraman. Deganda men aytganman, bekor bu ishni tanlabsan, qo'y ukajon, guldek hunaring bor ekan, rassomchilik qilma bu ishni deganman. Endi u vaqtlarda Obidjon
endi buni sal noto'g'ri tushungan, o'ylaganki baxillik qildi deb. Zabih Xolmedov degan bir alohida uslubga ega, bir alohida bir ajoyib qiziqchisiz. Shu meni yangi qiziqchilikni boshlagan paytimda sizga bir kasetani qo'yib shuni eshitib ko'ring, men ham shu sohaga bosh qo'shmoqchiman deganimda menga bir og'iz gap aytgandingiz. Uka, qo'lingizda guldek hunaringiz bor ekan. Nima qilasiz, boshingizni ortib, tinchgina rassomchilik qilib yuravering degandingiz. Shunda men biroz xafa bo'lgandim. Keyin bilsam, o'sha gapingiz to'g'ri gap ekan. O'sha paytgacha Toshkentda 5 ta qiziqchi bor hisoblanardi. Ha, shunaqa. 5 ta. Viloyatdan o'sha davrgacha 95-yil, 96-yilgacha birorta qiziq chiqmagan. Yolg'ondan ham chiqmaganda. Lekin bir marta Shahrisabzdan bir yigit chiqdi. Konkursga qatnashaman deb keldi-da. To'g'ri, meni o'yim kelibdi, u yigit ham. Shu men dedi, programmalarimni shu konkursga to'g'rilavering. Ustoz, men Shahrisabzdan keldim. Sizlarning o'g'lingizlarman, shogirdingman, ustozim yuraman. O bu dedi. Kevoyga dedi, o'rgatib qo'yaman senga dedim. Bitta ikkita narsani o'nglab berdim. Konkursga Mirzo Obidlarni qatnashtirmadim. Bularga nima endi? Ertaga yana birinchi o'rinni bular olaveradi, qolganlar qolaveradimi? Hurmat yuzasidan ham. Chiqsin qolganlar ham. Shunda ularni chiqarmadim. Oy. Hali Shahrisabzlik bola ikkinchi o'rin olib qoldi. Birinchi o'rin Abdulla Akbar emasmi? Yo'q. Birinchi o'rin kimdir chiqdi. Aniq eslolmayman. U bola chiqdi. Botir uchinchi o'rin bo'lib qoldimi? Sobit uchinchiroq bo'lib qoldimi? Shunaqa. Keyin qarasam, u organizatorlar o'zligi uchun soqa qilayotgan ekan. O'zligi uchun. Sizlarning birinchi konkurs, respublika konkursi deydi. Qatnashadiganlar hisobidan odamlar bilet oldi. Boshqa kelganlarni hech kim tanimaydi. Ular uchun bilet olmaydi ular. Aytdim, unaqasi ketmaydi dedim. Ana umuman bizanikilar qatnashmasin, bizani bolalarim dedim. Ana unda boshqalar chiqsin, birinchi, ikkinchi, uchinchi bo'lib 90, 89, 90, 91 bo'ldi shuna. To'xtadi. Shu odam keladigan anaqasi qolmadi ularni. Lekin bolalarga bir so'm ham berilmaydi. Shunaqa. Lekin eng barakali ijod qilgan va ko'zgu teatri ijodkorlari bo'lgan. Lekin o'sha Shahrisabzga Xudo rahmat qilsin bola. Shahrisabzga konsertga borganimizda hamma narsalarga yordam berib, Gashsat David mashinasi bor ekanda uni. Wilis. O'shani ovqatdan tashkil qilib, boshqa qilib 2 kun, 3 kun yurgan bo'lsak, buni qarash yurib, biz qaytib kelgandan, azlatgandan keyin bir eshitsam o'sha odam kelganlarda avariya bo'lib o'tib qolibdi. Voy Allah, rahmat. O'zi viloyatdan bitta chiquvdi. Uni ham Xudo ko'p ko'pdi deb qo'ydim. Yo'q. Soldatlarni Xudoyim ham terib qo'ygan ekan ungacha. Shu 95 dan keyin bizdan bolalar Obid anaqaniki dizayn dedi. Million dedi. Lakalum dedi, pakalum dedi. Bosdi. Kolxoz. Men shunga savol beraman deb turdim. Hozirgi shu jamoalarga ham sizga o'xshagan odam kerakmi deyman-da. Sal yo'l yo'riqqa solib turish uchun. Yo'q, menga o'xshagan odam kerak emas ularga. Ular osmondan tushgan bolalar. Osmondagi bolalarmidi? Osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar.
qarasaki unaqa ishlaydi, birikta korchollarga qo'shilib oldi. Yurgan bolalar. Menga masalan bularni yomonligi yo'q, bittasida ham. Men bu yomon bolalar faqat o'zligiga ham aytdim. O'zlariga shu bolalarni. Bizlar konsert qilgan paytda bir yigit 20 ta bilet olib bering To'xtamurodiga, iltimos. 30 ta bilet olib bering deb kelardi. O'sha yigit ayolini, otasini, onasini, singlisini olib tushardi. Xo'sh. Ammasini, xolasini bemalol olib tushardi. bemalol olib tushib, ular o'tirib, kulib, 4,000 ta odamning ichida o'shalar bilet olgan. 50 talab bilet olib berganman deb tanishlarimga mana. 50 talab bilet olib berdi dedi. O'sha hozir dedim bolaga, men sizlarga pretenziyam yo'q dedim. Dilshodlarga, boshqalarga aytdim-da. Sizlar gapiradigan gap bizlarni o'zbeklar eshitadigan gap emas. Menga faqat sizlarning konsertingga uka bir erkak o'ynashi bilan borish kerak. Ota-onasini olib bora olmaydi. To'g'ri. Borib qolsam, ya konsertingni deydi. Bo'lmasam shu yerda men 50 ta 100 talab konsert ko'rgan bo'lsam, hech ko'rmaganman bironta tomoshabin bolani yonida sherigini tizzasiga kallasini qo'yib kulganini. U mumkin emas u. Va deydi yotib oladi bunga. Va deydi yotib oladi. O'zi tomoshabinning o'zi sharmanda. Shunaqa. O'zi ustoz mana Endi hozir beradi. Lekin bularning konsertiga men hech chol kampirlarni qo'lini ushlab, navarlar qo'lini ushlab olib kelayotganini ko'rmadim-da. Kiradiganlar hammasi yosh. Ruschasiga молодежь. auditoriya yoshlar. Auditoriya yosh. Agar ular o'sha gapirmasa qaytib tushmaydi. Bular shu gapga o'rgandi. O'shada o'shani aytmoqchi edim. Beldan past gapirishga o'rgandi, shuni poylab turishadi. Shunaqa. Yo'q. Shunaqa o'shanga aytmoqchi edim-da, mana masalan yalang'och kulga o'rganib qolganmikan hozirgi tomoshabinlarda. Yalang'och oldingiga o'xshab miniatyuralar ergacha kelib payt. Miniatyuralar mana sizlarga o'xshab qog'ozga o'rab gapirishligi hazm qilishmayapti-da. Yo'q. Yalang'och kulga o'rganib qolishgan-da. Shunaqa. Shu hayron qolaman shunga. Endi noto'g'ri narsa. Bu narsa targ'ibot-da bu. Bu narsa faqat ilgari bo'lmagan. Lekin o'sha boya aytganimdek ajralib chiqqan paytda bizning bolalarni shu Mirza sal toydi. O'zi xohlagan narsani gapiradigan bo'lib, ozgina toydi. Bilinmas edi u. Lekin bu yerdan chiqqan hozirgilar faqat beldan past gapirmasa Kulmayapti hech kim. gapira olmaydi. Chunki kuldira olmaydi. Boshqa gap bilan masalan, mana Abduvaqtchi o'zi qiziqchilikni yaxshi biladigan bola, san'atkor bola. Men qachon ko'rsam har safar 5 marta kuldiraman shuni. Hech haligi beldan past gap gapirmayman bunga. To'g'ri. So'z o'yin gaplarni gapiraman. Bu qatta tabas bilan gaplarni deydi. Haqiqatda To'xtamurod aka o'zi ko'pchilik aytishadi, o'zlari ham mana aytishadi. O'qiloli yuradilar deyishadi. Ular o'qiloli yuradi, joyida uradilar, hali gap kelganda deb aytishadi. Keyin bir kun o'zlari aytdilar, Abulqosim akani yonida ko'p yurganman. Shulardan menga o'tgan bo'lsa kerak edi, o'zlari ham aytdilar-da. Balkim. Bir kun mana syomkadamiz-da. Syomkada o'zi qiziq voqeani gapirib beryapti-da.
ishtaha bilan gapirib berayotganlar, endi yolg'izda syomka bo'lyapti. Rejissyorlar endi odati bor-ku, o'xshamay qolsa stop deb baqiradi-yu. Bir marta stop, har stop deganda ustoz xayollar bo'linib qolyapti-da, endi baqirib stop deydi-yu. Bir stop dedi, ikki stop dedi. Stop boshqatdan motor dedi, stop deb oxiri aytdilarki, yaxshi ham ruslarda stop degan gap bor ekan. Bo'lmasam bular har gal to'xta deb meni otimga turib, meni umuman chaqirib gapirtirib qo'yadi. Joyida totdi. O'shanga o'sha. Abulqosim aka deganingiz bitta voqea esimga tushib ketdi-da. Janoza bo'ldi-da, ko'mib qaytib kelindi, o'tiribdi endi hamma. Haligi biz ham shatda edik. Ikkita odam turib bir chekkada gaplashyapti. Endi bittasi rosa oladigan odam ekan, qarindoshlar endi o'sha. Gaplar Abulqosim aka, "Ha, dedilar. Nimani gaplashyapsizlar?" dedilar. Haligi ichadigan odam, "Ya, anaqa dehqonchilik haqida gaplashyaptik" desalar, "Ha, butulka ekmoqchimisan?" dedilar. Hamma jim turdi-da birinchi. Janoza odamlar o'tirib. Bir payt hamma yetib bordi-yu. "Voh!" deb shu kelganni yetamadi shu paytda gap. Hali bir paytlar ichkilik man qilinganda mahallalarda raislarga buyruq berilgan, ichkilik kim to'yda qo'ysa javob berasan. Bu nechinchi yillik hozir aniq esimda yo'q. Javob berasan degandan keyin to'y qilayotganga anaqa kelardi. Mahallaning aktivlaridan bir ikkitasi kelib qarab turinglar, ichkilik qo'ymaysan, ichkilik qo'yadigan bo'lsang bundoq bo'lasan deb ogohlantirib ketishardi. Endi ko'pchilik qo'ymasam qo'ymadim dedi. Keyin hali o'tirganlarga sekin cho'chon deydi, o'rab tovar beradi. Tanish bilishlari, rahbarlari yo boshqa ishxonasidan kelganlar. Qolgan payt stolga aroq qo'ymaslik moda bo'lib qoldi. Abulqosim aka shu poyizga to'yga kelib, "Ya yaxshi bo'ldi" deb mana. Hayra, ichkilik yo'q. Hamma hushyor. Ha? Yaxshi bo'ldimi? Ha, yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi deysizlar-yu. Yaqinda bir to'yga bordim. Qaysi to'yga borsam oldimdan chiqadi ichib yurgan odamlar edi. Indamay o'tirishibdi. Shularga ham Xudo insof berdi-ya. Ichimga qo'yibdi. Dedim, u bir aylanib bir ikkita hangama gaplardan gapirib qilib kelsam, ikkovi ham chekaga tegmaydi. G'irtmasi bo'lib qolibdi. O mayag'arlaring shuncha gap bo'ldi, bo'lyapti mahallalarda ichkilik bu. Qatdan ichdilaringizlarni. Desa, ikkalovimda aqli ko'zini qilay qilib menga choynakni hidi ham yomon olar ekan. Joyida to'qib gapirganda shu gap. Joyida ichkilik yo'q. Joyida turib gapirgan. Hali joyida gapiriladi degan ekan. Lekin yana to'q esim tushib ketdi. Bir kun optikam rahmat masalari bo'lmay qoldi. Uylariga endi ko'rgan borsa, eshikning tagidan doktorlar turgan ekan, doktorlar degan. "Mana shundoq kirib chiqing. Ana hozirdan keldim sizlar. Net, rus doktor aka. Nельзя, ему покой нужен. Ему покой нужен. Ey, mani ukam bo'ladi. Shundoq kirib xabar olib chiqing. Нет, nельзя. Покой нужен ему, покой. Oxiri bo'lmadi nima deb qo'ydi. Avrat men ketdim. Mana bular oldinga kirgizmayapti. Boytaver покой deyapti. Покойник ekansan men ketdim deb qo'ydi. Otakaga jiming deb kuldirmang deb. To'xtamurod aka, bitta anaqani o'qib qoldim. Bundan keyin boshqa tadbirlarga bormayman degan ekansiz. Shu nimaga sabab bo'lgan shu? Anaqa tadbirlarga. Shu hali nomzodlar o'rinlar beriladigan tadbirlar bo'ladi-yu, birinchi o'rin, ikkinchi o'rin. O'shanda bitta joyda o'qib qoldim-da, ozginagina o'shani ozgina o'zingizdan so'raylik, nima bo'lgan
nimaga unaqa degansiz? Bormayman bunaqa tadbirlarga boshqa chaqirsa deb. Ya buni men aytgan bo'lsam bir davlat tadbiri bo'lganda qiziqchilar haqida. Endi muqimiy teatrda bo'lgan u. Butun viloyatlarda o'zligida konkurs bo'lib, zo'rlarini ajratib Shaharga olib kelgan. shaharga olib kelishganda shu muqimiy teatrda anaqa qilishyapti. Endi degan gapim hali boya aytdim, gap korchalon ko'payib ketadi deb. Ha, o'rtada yuradigan. O'tda bularning konsertiga bilet sotyapti. Boshqa qilyapti-da, korchalon ko'payib ketgan. Bular tayyorlaganda viloyatliklar bitta hamda mayli bunimi, Shukurimi, Botirimi borib ko'rib kelinglar, baraka topkur viloyatda respublikaga o'tgan bular. Shu o'tishda bo'ladimi, bo'lmaydimi deb qarab kelinglar deb borish kelishini pulini to'laymiz desa borib keladi. Sen balkim menga aytsa, masalan, sen Sirdaryoga bor yo Samarqandga borib ko'rib shularni falon kun anaqasi bo'lyapti, yo Mirzaga bor. O'tda umuman bu sohani tushunmaydigan odam rahbar bo'lgan. Ularga birinchi o'rinni berishgan. Endi hali birinchi o'rinni olgandan keyin Toshkentga kelib Anjonni komandasidan zo'r chiqadimi yo'qmi, Farg'onani komandasidan zo'r chiqadimi yo'qmi, yo Qashqadaryoning komandasi zo'r chiqib qoladimi? Bilmaydi hech qaysi. O'tga kelganda endi menga aytdiki, juri bo'lib bering. Oldin taysalladim, bo'lmayman deb. Keyin bir-ikkilar qilmagan dedi, bu yaxshi yomonga ajratib beringlar borib. Degdi, majbur bordim endi. Endi o'tirsam, mani kursdoshim, rejissyor Marat Azimov, Erkin Komilov, Teja Mo'minov, yana bir ikkilar bor. Ular ham juri bo'lib kelishgan. Men ham juri ekanman. Endi ular masalan qovun parayda yurgan bo'lsa aktyorlar. Bu yerda biza Bodiriyni razbor qilgan kelganmiz. Mana teplitsam bor Bodiriydan. Qanaqa u qovun yetishtirayotgan Bodiriyni farqiga boradi endi. Shunday aytdimki, men bo'lmayman dedim, mana qildinglar. Aloqal dedim, chaqirish kerak edi, pistonchini chaqirish kerak edi, pistonchini chaqirish kerak edi. Ular tushunadi bularni yo'l yo'rig'ini. Lekin ko'rib o'tirdim 2 kun. Qoraqalpoqning bolalari tilini tushunasan. Qoraqalpoqning tilini tushunasan. Lekin o'zbekchani tushunganday emas-da. Lekin hali Qoraqalpoqning bolalari hamma viloyatdan kelganlarni bitta qilib tilini qisqa qilib qo'ydi. Keyin oxirida aytdim, men Qoraqalpoqlarga ovoz beraman, bo'ldi, boshqasini ishim yo'q. Shunaqa zo'r narsalar qilishgan bolalar, Qoraqalpoqlar. Hech kim kutmagan bu narsani. Agar uni o'ynagan narsasini shablon qilib olib o'zbekchalab o'ynagan, raza kuladi odamlar. Lekin o'tirganlar ham kulyapti. Qoraqalpoqchani bilish kerak-da, qayerda o'zini shevasini ishlatyapti deb bolalar. Chataqa shunda. Shevasini ishlatyapti. O'shaning uchun hozir endi hech qaysini bir-biridan qo'rqadigan joyi yo'q.
hammasi bitta cheva bo'lib ketdi. Hamma cho'mibdi. Bitta cheva. Hamlagandirsiz deb qo'yardi askachi. Gapi o'xshamay qolsa Oblaga degan askachi bo'lardi. Gapni boshlab qo'yardi, oxiri yo'q. Tushunmadik deb pamlagandirsiz deb qo'yardi. Shunga o'xshab pamlagandirsiz bo'lib qoldi narsalar. Keyin 17 yashar bola nima soqol qo'ysa cholni qatdan biladi u, cholni. Soqol qo'ysa chol bo'lib qoladi. Cholmay. Maynaqa 17 yashar, 18 yashar bolalar soqol qo'yib qo'lini orqasiga qilib, mana qarang deb chiqadi. Qani qatiga kulasan. Bir kuni Dilshod keldi-da, dizayn degan. Ustoz dedi, "Nima qildi dedi, siz aytib kelaman dedi, bormaysiz konsertga dedi. "Bo'l boring-da, ko'ring" dedi. "Ana sizlarni dedi, muzika chalib anaqa qilgan joyimiz bor-ku. Garang doirachini o'ynagan. Anaqa. Narvon guruhiga anaqa qilgan biza, patrajar qilgan biza. Ko'rasiz dedi. Xo'p dedim-da, bordim. Keyin o'tkirib keldi, yonimga o'tirdi. Mana shunda o'tiribman-da. Aybdor odamday. O'tiribman. O'sha joyga keldi. Oldin maynachilik qilishdi. Yo'lg'indan ham gul olmadim-da. Keyin bir kamerachi bundan qilib, anaqa qilib, mana Botirga qarab kelyapti. Botirga dedim, O'tkirga. O'tkir. Usta, men kameraga bitta kulib qo'ying shunga. Shunda kulib o'tiring. Nima kelgan ekan deyishmasin dedi. Aytdim, "Kelsa aytaman" dedim-da. Nima qilib o'tib ketdi. Kulmadim. Hali biz o'ynagan narsani o'ynashyapti-da, endi bitta ikkita maza bemaza gap qo'shilgan o'shanga. Bor yo 20 minut o'tdi. Bismillahirrohmanirrohim. Shat o'rnidan turdim-da, ko'chaga mashinam ketdim. Bo'ldi, ko'rganim shu. Lekin televizorlarda tasodif ko'rib qolgan joylarimda hattang deb qo'yaman bo'ldi. Bolalar yomon bolalar emas. Lekin bevosh bo'lib qolishgan. O'shanga aytayman-da. Sizga o'xshagan bitta bundoq tanbeh berib ushlab turadigan odam kerakmikan deyman-da. Mana shu bizani futbolda ham shu ahvolda, futbolda ushlab turadigan odam chiquvdi. Mana futbolchilar ko'tarilib qoldi. Chiquvdi, ko'tarilib qoldi. Endi sen trener bo'lgansan u paytlarda yarim pulini bularga bo'zatib olgan. O'zi qaytib kelmaydi san oldinga desa, sen pulni uzatib olsan, bolalar futbolda oyligi kam boshqa. Ana kuni emas, oddiy kuni ekan. O'sha hali ertalab salom deb ikkita bola futbolni biladigan bolalar ekan-da. O'zligi gap ochdi, o'zligi gaplashyapti, indamay turdim. Men dedim shu 17 yoshliklarga sal muxlislik qildim. Baraka topsin, yosh bo'lsa ham. Haligi uyushqa bolalar ekan. Shu mehnatini qadrini biladigan bolalar ekan. Ular uni dedi. Endi maynan deysalar ukalar dedim shu. Nima edi hali bizdan ketgan Qodir Husanov. Abduqodir. O'zi mana sal no'noqlik qilib qolmanda shu Abduqodir Husanov o'g'il qolsam bo'lagan. Nimaga deydi? 40 million pul qatdan yeydi ular dedi. Tamomlamaydi. Dog'ini
qarang odamzodni. Shu Abduqodir Manchester Cityga olgandan keyin o'zgaradi degan emas. Bilmaydi, bolalar futbol o'ynaydigan joy bor ekan. Navaram bitta avarammi o'sha yoqqa olib boraman deb qoldi. Keyin kichkina o'g'limmi, o'g'li ham u bilan baravar. Ikkinchi sinfda o'qiydi. Chiqinglar mashinaga men olib boraman. Bozam poli to'lib ketibdi. Ilgari hech kim bolasini olib bormagan. Qarang-da hayotda. Abduqodir chiqdi, ertaga meniki ham chiqadi degan niyat bor-da. Ya'ni niyati yetsin. Albatta. Lekin bunaqalar milliondan bitta chiqadi, ikkita chiqadi, chiqmaydi. To'g'ri. Siz ham navariz o'ynagan edi, anaqada. Angliyada o'ynagan. Angliyada o'ynagan edi. Rahmatli. O'sha anaqada Angliyada o'qidi 3 yil. Anaqada Chelsea'da bor ekanlar. Chelsea'ning 3-chi komandasida o'ynadi. Keyin 3 yil o'tgandan keyin Alinavaram o'ylantirib qo'yaylik endi, yoshing ham 28 ga kirdi. Deb o'qishni bitirdi, qaytib keldi. Ishlarga joylashdi. Endi men pandemiyadan keyin nima bo'ldi? Bir narsa tegan ekan deb bolaga de. O'tib ketdi. Alloh rahmat. Lekin o'shanchalik boya gapimizni davomi bekorga aytmadim-da, o'g'il qilib olaman dedim. Shu. Lekin mana bitta narsani hozir aytib kerak, Ali Obtaka rahmatli To'xtamurod akami o'zbeklarni Liu de Funesi derdilar. Doim shunaqa dedilar. Nimaga shunaqa deb kelyapsam, keyin bilishimcha Liu de Funes 60 yoshlaridan keyin adashmasam naqa kinolarda rol o'ynashni boshlab butun dunyoga mashhur bo'lib ketganda Men 55 yoshimgacha kinoda o'ynamaganman. Shu 55 yoshimda haligi Arif Yo'ldoshev degan rejissyor kelib To'xtamurodiga menga bitta rol bor, tog'asini o'ynaysiz deb o'sha kinoga olib borganda bu yoqda kinoda ishlaydiganlar, "Yorim, sen jinnimisan? O odam qiziqchi bo'lsa, roling seriozniy rol bo'lsa, odamlar kulib yuboradi-yu, bu odam chiqsa, gapirgan gaplarni eslaydi, kulib yuboradi. Bularni o'ynatma." Yo'q debdi Arif. Nima bo'lsa shu odam o'ynataman. Keyin ketdik 15 kun, 20 kun Qo'qonga. Men kino ati. O'yin degan kino. Ko'rgansizlar, katta yoshda. Shu kinoni o'ynadik, tugatdik. Xo'sh. Liu de Funes deganiki, u ham qaraganda bir kino o'ynab ketgan ekan. O'sha 55 yoshimda boshlagan kino birinchi o'sha yili 3 ta kinoda o'ynadim. Bahorda o'ynadim-da o'yin. Kuzgacha yana 2 ta kinoda o'ynadim. Keyin 2006-yili 9 ta kinoda o'ynadim. Keyin 2010-yil 10 ta kinoda o'ynadim. Ketaverdi keyin 19-yilgacha. To'xtamurod aka, o'sha birinchi rolingizmi edi o'yindagi? Ha? Undan oldin ham odam ko'rgandek anaqada, xuddi kinolarda. 100 tadan oshdi deb sanag'im. Undan keyin qancha serialda o'ynadim. Yaqinda bir Xalqlar do'stligida bir tadbir bo'ldi. Hali odamlarni chaqirib, menga tegishli odamlar keling qilganiga nima bor ekan borib ko'raychi deb kelmanda. Endi qizil darojkalardan o'tib kelib, biz ham yoqdan yuraylik qilib ichkariga kirgandan keyin bir qizcha keldi-da, To'xtamurod aka, sizdan intervyu olsak dedi.
ey qizim man dedim, nima gaplar gapirib yuboradigan odatim bor dedim, boshqa omiy qoqa dedi. Mayli dedi. Nima gapirsangiz o'maladi. Keyin sal naridan 10 qadam narida turgan ekan, kameralar bor edi. Ochiq gapiraman, xafa bo'lmaysizlar dedim. Men yaqinda dedim, televizorda ko'rdim. Yilning eng yaxshi aktyori degan ko'rsatuvda dedim. Bir 20 yashar bola chiqdi, galstula taqib, babichkalar taqib dedim. Yilning eng yaxshi aktyori deyishdi. Sovg'asini berishdi. Medalni balasini berdi, ko'taradigan. Keyin o'zim o'yladim. Nimaga yilning yaxshi aktyori Yodgor Sa'diyev bo'lmadi? Nega balanchi bo'lmadi? Nega pistonchi bo'lmadi? Bu bola kim? Oti nima? Familiyasi nima? Itam tanimasa dedim. Qaysi rol o'ynaganini birov bilmasa dedim. Qanaqasi u yilning yaxshi aktyori bo'lib qoldi? Men dedim, 100 tadan ortiq kino o'ynaganman, hech yaxshi bo'la olmayapman dedim. Dedi, bo'ldi dedim, boshqa gap yo'q. Balki ular ham hali har oyida $100 olib borib turgandir dedi. Yaxshi aktyor, 20 yashar yaxshi aktyor bo'ladimi? U bir 10 ta o'ynatsan, o'lmas Alxo'jayev bo'lsin, mayli rahmatlilar o'ynagan. To'g'on Rajimatov bo'lgan bo'lsin. Unga qanaqasi yo'q. To'g'on Rajimatov bu o'g'lini o'zi manimcha 70-80 ta kino o'ynab tashlagan hozir. Hali yaxshi bo'lmayapti. Ular faqat otayini olgani yaxshi bo'ldi yuraveradi. To'xtamurod aka, mana endi bu hozir temaga o'tmasak bo'lmaydi. Chunki yor ko'rsatuvida nechta kuyovga kuyovjo'ra bo'lgansiz. O'sha haqda ham biron narsa aytsangiz unda gapirsangiz. Yor ko'rsatuvi avvalam biz kuyovjo'ra bo'lmaganmi? Endi kuyovjo'ra deb ta'riflashardi-yu. Shunaqa deyishardi-yu. Endi joyiga arziydigan kuyov topmaganman-da o'tdan. Birinchidan shu yerda men bor paytimda bo'lgani registratsiya qilingan, suratga olingan, er-xotin bo'lgan 2000 ta odam bo'lgan. 2000 ta. Buni bekitib bekor qilishdi. Kim qilgan bo'lsa ham bekor qildi. Endi bir xil boyvachcha erkakning xotini unda qilarkanda chekagini kamera ishlat. Dilgani boyvachcha. Ovoz ochir. Mayna qiladigan bo'lsang yorga ketaveraman, o'sha yerda topib olaman deb qo'yarkanda. Qo'rqdi. Iloyim ketmasin deb ish qilib gap hazil bo'lsin deb o'tirar. U xotin ko'chaga chiqib yor maqtaydi. Bo'lmagan ko'rsatuv deydi. Hamma yo'qotish kerak buni deydi. Kompetentli odamni ham yo'qotish kerak deganlari bo'ldi. Prezident yo'qotma, ishlatverlaring dedi. Bo'laversin dedi. O'sha yerga 1 yil o'tgandan keyin men bu yor-yorni farzandi deb bolasini ko'tarib keldi odamlar. 10 ta 20 tasini bilaman men. Unga sovg'a berib, boshqa qilib tabriklab jo'natib yuborildi. Endi bu yerda bitta narsani yo'lga qo'yish kerak edi. Men shuni yaqinda o'zim ham aytdim borganimda. Endi 85 ga kirgan chol, 92 ga kirgan chol uylanaman deb kelsa, shahar olib berarlarmi ular uylansalar? Nima qilib berarlar? degan savol ishlatadigan odam yo'q. Yosh chegarasini qo'yish kerak ekan-da unaqada. Unda chegarasini qo'yishmasa, xo'p deylik 60 gacha.
agar 60 yosh odam bir 50 yosh ayolga uylansa, bevaga, yani ular ham talabi bor. Ular menga deydi, senga xotin bo'lsam, meni propiskaga olasanmi? Men o'lamanmi, sen o'lasanmi, Xudo biladi. Ya sen o'lsang, sen mendan keyin ko'chada qolib ketmaymanmi? Yo'q berasan. Bolalaring meni haydab yubormaydimi? Ko'chaga chiqarib. Ultimatumlar bor, bekordan bekorga kelmaydi ular. Masalan, 28 yosh juvon bitta bolasi bilan ajrashib ketgan. Endi oyday ayol mitsan, ayol husnida yagona desa ham borlari bordi ichida. Endi u nimaga ajrashgan degan savol bor. Nimaga o'shanga uylangan yigit nega yaxshi ko'ra olmagan, husni bo'lsa, boshqa bo'lsa. Nimadir bo'lganmi? Uni aytmaydi-ku kelib, men erim boshiga choynak bilan urdim, shu bilan rasvot bo'lib ketdi. U yoq tarafda ham eshitish kerak. Ha. Endi kelgani men unaqa qildim, qaynonam undoq qildi, qaynonam bundoq qildi. Ko'rdim o'sha qaynotasini ham bittasini. Tavba qildim. Bunaqa insonlardan Xudoning o'zi asramasa, bandasi hech narsa qila olmaydi. 7 marta o'ylantirdim bolamni deydi. 4 ta juvon berdim, 3 ta qiz berdim. Giroy o'g'lim deb qo'yadi. Ayoli mashinaga o'tiribdi. Bolani kiyintirib olib kelib qo'yishgan. Ko'rganmisizlar, ko'rmaganmisizlar bilmayman. Meni ro'paramda o'tiribdi. O'zimdan katta, men unga jo'ra o'ramanmi? Nimaga deyman, o'zim savol beraman de. 7 tani ham haydab olish mumkinmi 2-3 oyning ichida? O'ylab, uyimga yetolmay o'tirdim. O'g'lini kiyintirib qo'ygan, kostyum shimlarni, to'ppalarni kiydirib qo'ygan. Nima ish qiladi o'zi kuyov bola endi? Bu 2 ta nonni belga tugib olib, 4 ta qo'yni olib chiqib ketar ekanlar ertalab. Jizzaxga Qaysidir rayonidan kelgan. Kampir bechora chol 77-78 larda. Ne kampir yangash bo'lgan, gapirmasdan kirib, gapirmasdan chiqib ketdi. Demak, o'ylayam shu ahvol. Endi bu qo'yni olib chiqib ketgandan keyin chol nima qiladi? Mana o'tiribdi. Yo'qdan bir 30 yoshga kirmagan juvonni olib chiqishdi, endi menga uzatish kerak o'g'liga. O'g'li gapiradi, oxirini nima deganini tushunib bo'lmaydi yani. Gaplarni gapirar ekanda. Gapirsa nima deganini bilmasa ham bo'ladi, tushunib bo'lmaydi. Endi defekti bor ekanda shunaqa bechoraning. Hali juvon chiqib o'tirsa, chiroyli kelishgan juvon ekan. Hali shundan kelib o'tirishi bilan bularga anaqa taalluqli kelin nomzodni chaqiramiz deb palanchi va palanchi shunday kelib o'tirishi bilan haligacha deydi. Aytdim, voy hayvon dedim. Bu demak 7 kelinni ham shu ahvolda yo'qotgan ekanda 2 oy, 1 oyda. U cho'pon ali yurar ekan qorong'i tushguncha. Kampir o'tirish shu ekan. Ular ham bir chidagan, 2 chidagan keyin ketib olgan ekanda. Ishonsanglar. 2 ta ko'rsatuvdan keyin shunday chiqdimda, hurmatli dedim, Jizzaxlik muxlislarni dedim, nima dedim esimda yo'q. Mabodo mana shu oddiy inson, familiyali odam dedim. Sovchilikka borsa qiz bermaylar dedim. Televizorda aytdingiz-mi? Ketdim, promoy ketdi. Ana. Qiz bermaylar bu odamga dedim. Mahalla ko'ydagilar bilib olsin buni.
u xotiniga o'g'liga xotin olib bermaydigan odam ekanda. O'ziga mo'ljallar ekan. O'ziga mo'ljallayver ekan. 70-80 ga kirib qolgan odam. Anu otalar so'ziga o'xshagan ko'rsatuvlar, rejissyorlarni olib kelib shu yo'llarga o'tkazib qo'yish kerak ekanda. Tayyor ssenariy dedim. Yo, ssenariy bo'lsa, ssenariy tiqilyapti u yerda. Men aytamanki 98 ga kirgan Sarosiyo Surxondaryoning qaysidir rayonini masjidida imomi keldi. 98 deysizmi? Yo, 89. 90 ga kirgan. Oq to'pli, oq ishton, oq yaxtay, oq sallanda chiqartirishmadi. Endi o'ylamasa bo'lmaydi dedi. Shunaqangi shustri chol. Bunaqasi bo'lmaydi. Ammo imomman dedi masjidda dedi. Menga ham bir choy qo'yib berib turgan odam kerak. Dori-borimi olib bergan deyishim kerak. Suhbatdosh. Nima kerakli gapni gapiryapti-da. Endi unga otini ham topib beraman endi. Otni jeshga kirgan. Bu ham joy bormida, uzumzorlarim bor, ayla yoqqa qarab, kim boshqa ketadi deydi. Xatga qidirib boradi u yerga. Lekin mana bu orada Muhabbat opa to'g'ridan to'g'ri qo'ng'iroq qiladigan odatlari bor edi-ku, qo'ng'iroq qilib. Sizlarda shunaqa odam haqiqatda turadimi, oilasi shuna. Shu rostdan to'g'rimi-to'g'ri ketadimi yo oldindan gaplashib qo'yilgan bo'ladi? Joyida. To'g'ri ketadi. Maynochilik yo'q edi u yerda. Bir yigit keldi, uni bilmaysan. Kasalmi. Unda pasportiga qarasa, uylanmagan. Chakonni uylanmagan bo'lsa, uylanmagan qizlarni ko'rsatish kerak. Uylangan bo'lsa, turmush qilganlarni ko'rsatish kerak. Bitta bolasi bor, ikkita bolasi bor. O'sha bola kelib men dedi 7-mo'jizaman deydi. 8-chi. 8-chi. Ko'ruvdik. 8-mo'jizaman deydi. Men deydi necha marta chiqib kelganman tepaga deydi, gaplashib kelganman deydi. Hammasi bilan bunaqa edi. Endi bizni ham tarvuzimiz qo'ltig'imizdan tushib o'tiraverdik. Yo'q, mashaqalarni ko'rsa uyushtirilganga o'xshab chiqadi-da. Bunaqa bo'lmasa kerak odam deb. Keyin telefon qildi. O'sha u ham Jizzaxlik edi. Telefon qildi mahallasiga. Shunaqa odam bormi? Bor dedi. Bizga yor-yorga keluvdi, nima qilgan. U mashinada qattiq avariya bo'lgan, boshi operatsiya bo'lgan bolani. Endi kim qanaqa urishadi uni? Lekin pasport bo'sh. Uylanmagan, kalla joyida emas. Aynaqalari ko'p edi. Hani bittasi kelibdi To'ytepadan. Nima dedi? Demak, hazaykaman degani ham. Ha, o'sha. O'shami? Dama hazaykaman deydi. Uni endi aytdiki, senga uy joying yo'q ekan. Mahallaga chiqqin, joy-poy so'ragan. U bu desa, yana kelibdi. Yana boshqa kasb-chim kiyib. Uylanaverma, o'zim xizmat qilaman dedi hokim deydi kelib. Biz o'shani qiluvdik-da, Paxma kelin serialida To'xtamurod akam qo'shiqlarni o'ynaganman deyman. Voh, bir qo'shiqlar bo'ladi. Ha, anaqa yo'ldosh ko'rmay qolding desalar, gapirma, qo'shni ertalab do'q chiqib tursa, tarika uchib tushdi pastga. Tarikani eshik ochib, bittasi bundoq qilib chaqirdi. Sekin borsam, tepaga olib chiqib ketdi. O'sha yerda yurdim deyapti, keyin xullas o'sha yerda farzandli bo'ldim, endi qizni to'g'mani olib kelsam aytadi, to'y qilmasam. Endi dedim,
Betga olsam bitta tariqqa yuboraman dedim. Butun mahalladagilar chaqirib olib borasiz u yoqqa to'yga. Desam, san'atkorlar nima qilding deyiladi. O'shani o'ylamabman, san'atkorlar maqsadsa. Sen bitta tariqqa yana yuborgin deydilar. O'zbekistonda hamma konnasini ishlab bittasi bitta talinga bo'ladi. Oshib ketasan haqiqat oshib. Improvizatsiya o'zlari o'sha yerda topdilar. Ko'rsatuvda o'shalar. Yaxshi yetilishi. O'shandan oldin o'tdi, bashali 8-bo'ldi zaman degan. O'shandan kelib qolgan. O'shandan kelib qolgan. To'xtamurod aka 20 yoshli To'xtamurod Azizov ko'rsangiz nima degan bo'lardingiz hozir masalan? 20 yoshli. O'zingiz shu 20 yoshli paytingizda uchrab qolsa-da Shu masalan. 2 Maslahat. 2 yil oldingi paytingiz. Harakat qilishing yomon emas. Harakat qil, hammasi yaxshi bo'ladi. Katta bo'lganingcha dedim bo'ldi. Yo'q. Ko'pchilik aytadi-yu, men bu yo'lda bormas edim, bu kasb tanlamas edim, uyida deb. Ya. Bu kasb men bir anaqa bo'lganda yoshligimda 4 yosh paytimda ham tilib olingan bola bo'lganman. O'shaning uchun To'xtamurodni ismi. Shu buvim rahmatli oyoqlarini cho'zib o'tirib, yastiqni baraqaga tashlab qo'yib, uxlatib yotqizib qo'yadilar-da, oyog'im bu yoqda yig'ilib yotadi. Katta bola edi, 4 yoshda. Shundan Alloh bolam, Alloh bolam, Alloh qilib oyog'ini qimirlatib ikkita gap aytardi faqat. Buni bir intervyuda ham aytganman. Ancha yil bo'ldi. Artist bolam Alloh, militsiya bolam Alloh deb uradi. Artist bolam Alloh, militsiya bolam Alloh. Endi o'sha maktabdan boshlab dram haligi krujoklarga qilib qatnashib, boylar xizmatchidan atrofga qo'yib, uni o'ynab, buni o'ynab, keyin haligi Labzayda dvorец pioner bo'lardi. O'sha yerga borib qatnashib, rolni o'ynab, Jenya Ribin degan rus bolalar rolini o'ynab, televizorga ham chiqqanman o'sha 7-mi 6-sinfimda. O'sha narsa ketavergan. O'sha narsa ketavergan. Keyin bir 12 yosh, 13 yosh paytimizda G'ulom Yoqub degan o'rtog'im bor. Bitta mahallada yaqin turardik-da, qarindosh bizlar. Men dedi, Dom pionerga borib dedi, rubobga qatnashaman dedi. Men ham boraman deb g'itchaga qatnashaman dedi. U 6 oy 7 oy qatnashib yurdi-da. G'ulom Duvor pionerga o'tib ketdi. Yo'q, Hadrada. Yo'q, Hadrada emas, u ko'milgan joyi bor. Eski esimda biz tajadiq hozir. O'sha yerda dvorец pioner bo'lardi. O'sha yerga qatnashdida men o'tda bitta bunday qilib notadan bitta ruscha raqs chaldimda, menga bo'lmasa ekan. Keyin dram krujokka o'tib ketdim. O'sha yerda qatnashib yurib o'qishni bitirsam teatralniyaga kiraman deb yurdim. To'polonchiroq bola edim, keyin bo'shashib ketdim-da, katta bo'lgandan keyin. O'zbek filmida 3 yil o'qidim, inchga kirguncha. Studiya kinoaktyori degan o'qish ochilgan edi. O'sha yerda bitirdim 3 yil, attestatsiyani oldim-da. O'sha yili inchga kirdim. Keyin 4 yil o'qidim o'qishni. Keyin bu yoqqa qilib, mana qilib, men bolalar bilan birga bo'lib ketib, vaqtlarimiz qarasak, Gulshan hayot tarafga o'tib oldik. Bu yoq yaxshi ekan edi, yuraverdik keyin. Hali ham yoq yur bizda.
Boringizga Shunaqa yuravering har doim To'xtamurod aka, kulib, xushchaqchaq bo'lib, sizni ko'rgan odam yuzida kulgi har doim bo'versin. Bir xil qiziqchilar bor, gaplashsangiz, to'g'risi odam hali maza qila olmaydi-da, gapingiz o'rtasidan bo'lib qo'yishi mumkin, savolingizni oxirigacha bera olmay qolishingiz mumkin. Siz bilan maza qilib suhbatlashdi lekin. Bu yerda bitta narsa bor do'stim. Inson bu narsaga qiziqsa, ishqa qilsa, birinchidan eshitishni bilish kerak. Birovni. Keyin birovga gapini uqtirishni bilish kerak. Agar o'zi eshitishni bilmasa, boshqalar ham uni eshitmaydi keyin. Hali to'xtatib qo'yadi. Men hozirgacha gap bo'lgan odamni yomon ko'raman. Bir kun o'rtada to'yda gapirib tursam, odamlarni kuldirib tursam, bittasi qilib o'rtaga tushib gapirib, gap bo'lib tashadi. Keyin halinga kerakli javob etdim. Unga gapirgunimcha qat'i kelganim esimdan chiqib qolibdi-da. Endi bo'ldi tinchidi. Davom etishim kerak. Qat'i to'xtab qo'yganman deyman. Nima deyotgandim dedim. Odamlarga qarab. Unaqa deyotdi, esimga tushdi-yu. O'zim ham bilaman, sizlarning xayolinglar joyidami yo'qmi, sinayotgandim. Qo'ying. Joningiz sog' bo'lsin, boringizga shukr. Hali bir joyda gapirib tursam, yomg'ir yoqqandan keyin yerlar loy bo'lib qo'yar ekanda, o'rtada vodoprovod bor ekan, hovlida. Ayollar yana asnoda o'tirganlar. Hali bir 5-6 yosh, 7 yosh, 8 yosh qiz hali joydan yurib kelib bolani quvladimi? Shu vodoprovodni oldiga sirg'anchiq ekanda chalib ketib yiqilib tushdi. Men bir qadam bu yerda turibman. Tur yiqilasan qizim dedim. Bizam haligi qiz qo'rqib ketdimi yo bo'lganmi? O'rnidan turib ketsa, hali xotirlik kulyapti-da. Aytdim, hammasi kulyotgan ekan. Yaxshi ham sizlarni bolanglamas ekan. To'xtamurod aka joyida topadi. Agar bittasini bolasi bo'lganda yugurib keladi. Albatta. Nima deyapsan ham deyishi mumkin. Allah bizden studiyamiz bo'ladi. Studiyamiz eshitdingiz. Посторонний вход воспрещен deydi. O'zbekcha begonalar kirish mumkin emas yozib qo'ygan. Kuzatganim chiqdim-da, chiqib deydilar. Begonalar kirish mumkin emas yozib qo'yibdi. Yaxshi begona emas ekansiz bo'lsa kirib chiqolmas dedim. Katta ham joy topatladik. Joningiz sog' bo'lsinglar, umringiz sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar. Mana ochiq aytganim bugun maza qildik, mana ancha suhbatlashib, mana ustoz kelib nima deydi? Mana davra ham bir yorishib ketdi. Yorishib. Endi bu suhbatni shu yerda agar to'xtatadigan bo'lsak, yana boshlashni niyat qilib to'xtatamiz. Albatta. Buni davomi ko'p hali. Ha. Davomi ko'p gapiradigan gap. Yana taklif qilamiz To'xtamurod degan hali. Hali u to'ydan tashqari, konsertdan tashqari gaplar bor, voy o. Eshitsangiz hayron bo'lib qolasiz. Niyat qilib qolamiz, vaqtiga xudo xolsa yana bir chaqirib suhbatlarni olamiz To'xtamurod akamni. To'xtamurod aka, Alloh rahmat, joningiz sog' bo'lsin, umringiz sog' bo'lsin. Mana shunaqa shogirdlarni mana navara, avara shogirdlar bor. Shuna duo qilib yurgan har doim. Odam. Kechagina gapi bo'ldi, vaqt. Ko'rsatuvda yoshlarda Botir aytdi. Ular akamni deydi, mana ustoz deydi. Ular uzoq bo'lsa yoshligilarda ham qanaqa bo'lgansizlar? Aytdim. Bizning yoshligimizda dedim.
Bizani yoshligimizni sen ko'rmagansan dedim. Sani yoshligingda biz senga ahamiyat bermaganmiz dedim. O'zimiznikini qolyapti. Ya'ni sog' bo'lsin, rahmat. Sog' bo'l. Avvalo qadar vazifasini kelganingizga rahmat. Endi shu ikki og'iz shu bizani ko'rib turgan shu muxlislarga niyat bildirib yuborasiz. Man muxlislarga lekin hozir bilishimcha avvalo hammani ham muxlisi ko'p bo'lsin. O'sha muxlislarga loyiq ijodda bo'lsin. Kecha meni bir ayol qoyil qoldirdi. Ham ko'p o'ylashga majbur qilib qo'ydi. Lekin o'zingiz kimlar sizni muxlisligingizni bilmaysiz. Kim sizni muxlisingiz? Shuning uchun uyimda eshigim taqillab qolsa chiqaman kimligidan qat'iy nazar. Assalomu alaykum deyman. Yaxshi keldingizmi? Siz kiring. Shu mulozamatni keltiraman-da. Lo'lilar kelib To'xtamada akani o'ziga chiqdi deb gapirsa, o'shalarning gapiga yarasha chiroyli gapirib yashang aka dedirib yuboraman-da. Kecha kino syomkada Do'mbirovotda syomka bo'ldi. Keyin u Bazarning tomoniga ketdik. Kostyumer qizimiz mana yangi tufligimni korobkasi bilan esidan chiqarib qo'yibdi. Boshqa kiyimlarim olgan, kostyumlarim. Tufli qolib ketdi Do'mbirovotda. Endi chiqdi, o'g'lim rolda edi. Qizni ustoz dedi, tuflingiz qolib ketibdi yo'qda. Hozir men boraman-da, tuflingizni olib, Yandex orqali uyingizga jo'natib yuboraman dedi. O'zingiz qayerda o'zingiz? Men Angrega borishim kerak. Kechqurun soat 6 mi? Qorong'i tushib bo'lganda 7 bo'lib qo'yar. Keyin o'g'lim aytdiki, "Senim dedi, siz ketavering" dedi. Men hozir adam bilan dedi, o'sha Do'mbirovotga borib dedi, kirib tuflini olib keyin ketamiz dedi. Pik ko'chalar. Endi Do'mbirovotga bordik. Borsak bir 30-35 yashar 40 ga kirgan yoshda emas. Bir juvon chiqdi-da, "Assalomu alaykum" dedi. "Assalomu alaykum, yaxshimisiz" dedi. O'g'lim kirib ketdi, tuflini olib chiqqan. Mahalla komissiyasi idorasiga. Hali ayol aytadiki, "Men sizni deydi, bilasizmi, necha yildan taniyman" deydi. Yoshligimda deydi, televizorlarda ko'rib yurardim deydi. Konsertlar ko'rganman, unaqalarni ko'rganman, bunaqalarni ko'rganman. Shu deydi, "Sizni ko'raman deb shunaqa niyat qilardim" deydi. "Shu paytgacha hali niyatimga yetmaganman" deydi. "Endi qarang" deydi. "Hech xayolda yo'q" deydi. "Men sizni qarab to'xtavoradi ekan. Bir borib ko'rishingchi deb keldim" deydi. Bir ko'rishingchi. Bilasizmi qanaqa? Men shunaqa insonlarni yuzma-yuz ko'rmasdan olib ketsam kerak deb o'ylab yurardim desa bo'ladimi? Aytdim, qizim, o'g'lingiz uzoq bo'lsin" dedim. "Hali ko'plarni ko'ring" dedim. "Men dedim, ko'rgan bo'lsangiz" dedim, "sog' salomat bo'ling. Men ham xursand bo'ldim sizni ko'rib" deb bir changal motivatsiyani berdim-da. Keyin mashinaga o'tirib ketdim keyin. O'shaning uchun aytamanki, kimlar seni vafodor muxlising bilmaysan. Bu 36 million xalq bo'lsa,
1 million bordir, 500 ming bordir, 100 ming bordir, qayerdan bilasan endi. Lekin bir xillari bordir, endi qo'yishana deydiganlari ham bor. Sen bilmaysan uni ham. To'g'ri. Bemaza odam deyishi ham mumkin orqa holatda. Uni ham bilmaysan, ammo baravar Baravar yoqtirmaydi bir odamni. Shunaqa muxlislar ko'p bo'lsin. Yetganingiz kelsin. Tinchlik omonlik bo'lsin, hammani xonadonida to'y bo'lsin. Qo'limizdan kelsa borib shu to'yda bir yaxshilik fotoxasini o'qib kelaylik. Yaxshi niyat qilib, ja xizmat qilish qoyil qilmasak ham. Biz ham sizni yoshingizga yetib yuraylik. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Rizq bo'lsin, sizlarning yo'llaringizni bersinglar, borligiga shukur tanjoningiz. Amon bo'linglar. Hammaga katta rahmat. Bugun mana albatta maza qildik. To'xtamurod aka umrlari uzoq bo'lsin. Qanaqa fikringlar bo'lsa, aytib yuborasizlar, bildirib yuborasizlar. Mana shunaqa suhbatlar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, fikringlarni bildirib yuborasizlar. Sog' bo'linglar, borligiga shukur. Salomat bo'linglar. Amin. Tinchlik omonlik bilan yaxshilik bo'lsin. O'g'lingni ham ishlari zo'r bo'lsin. Mana shu kasbni eng falanchini yozuv qiladigan anaqasi bor, apparaturasi bor deydigan bo'lib ketdi. Qolgan qutgan artistlar hammasi kelsin. Allohu akbar. Rahmat. Sabringiz uzoq bo'lsin. Qo'limni ushladi. Yo'q, Kechamizni yomon.